Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan Ramazon oyida diydor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Inshaalloh barchamizga xayrli kelsin. Ilohim barchamiz Ramazon oyini chiroyli tarzda o'tkazib, namoz hayitlarda ilohim ko'rishni nasib qilsin. Xudo xolasa bugungi obzorimiz qisqacha bo'ladi. Darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozalarning narxlari, materiallari, qanaqa detal ishlatganlarimiz to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Shu eng arzon variantdan eng qimmat variantgacha ma'lumot berib o'tamiz. Videomizni oxirigacha kuzatsangiz, albatta kimgadir manfaat bo'ladi. Aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa Ramazon oyiga albatta chiroyli qilib chegirmalarni qilib beramiz. Xudo xolasa darvozalarimizni. Xo'p, darvozalarimiz haqida şu eng arzon varianti, eng arzon variant 450 ming so'mdan 1 kvadrat metri, 450 ming so'mdan 3 milliongacha vibrlarimiz bor. Xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Kimga qanaqa darvoza kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bizni manzillarga keladigan bo'lsa, dastlab biz manzillarga keladigan bo'lsa oldindan aytib o'tamiz. Namangan viloyati 3 tuman Jidegapa qishlog'ida joylashgan. Lokatsiya tashlab beringlar desalar, lokatsiya ham tashlab beramiz. Kelib joyda ham zakaz berishlari mumkin. Xudo xolasa darvozalarimizni ko'rishlari mumkin. Xo'p, darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berishni boshladik. Bittadan like tugmachalarni bosib qo'yasizlar, albatta kimgadir manfaatli bo'lsa, shu trendda bo'layotgan high-tech darvozalarni boshlab qo'ya qolamiz. Darvozamizni ko'rishlari mumkin. Darvozamiz o'ta go'zal chiqqan. Xo'p, yondorlarimizga keladigan bo'lsak, bu eniga 4 metr bo'lgan darvoza, yondorlarimiz 2 stenkadagi 2 stenka bursdan foydalanganmiz. 10 gon mana ko'rishlaringiz mumkin. 2 stenka listlarimiz 1.8, darvozamiz 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu joylarga ajoyib nerjiyangalarni ham qo'yib berganmiz. Bu joylari mana lazerli bo'lgan. Boshqa joylari ham 2 qavat, bu joylari ham fon o'tiblarni 2 qavatli variantda bo'lgan darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Tepa tahiya qismini skvoznoy deyishgan, tepasini skvoznoy holatda qilganmiz darvozani. Darvoza bitta baho berasizlar. Kraskalari mo'pri asfalt glansiy holatda bo'lgan. Glansiy esa glansiy, matviy esa matviy holatda qilib beraveramiz xudo xolasa. Xo'p, darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metr. Hozirgi kunda asli tan narxi 1 million 400 ming so'm bo'lyapti. Hozirgi kunda aksiya qilib 1 million 300 ming so'mdan xudo xolasa chiroyli qilib dastavka uстановка O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Endi qimmat deydiganlarga hozir xudo xolasa oxirigacha kuzatsalaring, arzon variantlari ham bor. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Darvozamiz yoqqan bo'lsa, albatta bitta like tugmachalarini bosib qo'yasizlar. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz refloka fason darvozamiz. Bu darvozamiz ham o'sha hamyonbop, cho'ntakbop desa bo'laveradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Yondorlarimiz 8 ga 6, 1,5 stenkadan foydalanganmiz. Profillarimiz ham 1,5 stenkadan. Hop, listlarimiz 1.3 variantda bo'lgan. Bu reflonka fasonimizni toza shisha cho'tir sharmanka list bo'lgan. Bu darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, darvozamiz kvadrati 1 kvadrat metri 750 ming so'mdan 900 ming so'mgacha chiqadi. Agar materiali, profillar, listlar o'zgaradigan bo'lsa, o'sha xudo xolasa tushuntirib o'tamiz. 750 ming so'mdan 900 ming so'mga chiqadi. Darvozamiz ko'rishlari mumkin. Har bitta detallariga e'tibor berishlari mumkin. Hammasi xudo xolasa chiroyli qilib chiqarilgan. Kraskalarimiz devo kraska bo'lgan. Darvozamiz dastavkalarga keladigan bo'lsa, dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab bor. Xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz bu darvozamiz ham o'ta ajoyib chiqqan, ko'rishlari mumkin. High-tech uslubdagi darvozamiz. Ko'rishlari mumkin. Ortiqcha bezagi yo'q, silliq holatda bo'lgan. Bu joylari bilan nerjiyangalarni qo'yib berganmiz. Xohlangiz list desangiz list qo'yib beramiz. Hop, darvozamiz 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan. Orqasi 1.3 variantda, oldi 1.8 variantda bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, bu darvozamizni aksiya qilib xudo xolasa 1 million 200 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановкасini qilib beraveramiz xudo xolasa. Hop, keyingi darvozamiz. Hop, do'stlar, keyingi darvozamiz ko'rishlari mumkin. Bu darvozamiz ham o'sha shtafini pechat darvozamiz. Ko'rishlari mumkin. Listlarimiz 1.3 variantda bo'lgan. Yondorlarimiz 8 ga 6, 1,5 stenkadan foydalanganmiz. Listlarimiz 1.3 variantda bo'lgan. Ko'rishlari mumkin. Bu joylarga ajoyib nerjiyankalarga jilov berilgan. Bu darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr shu darvozamizni aksiya qilib Ramazon ichi xudo xolasa 640 ming so'mdan 1 kvadrat metr 640 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavka uстановка bor. Xudo xolasa boshqa viloyatlarga albatta kelishuv asosida 640 ming so'mdan aloqaga chiqaverasizlar. Hop, keyingisi high-tech uslubda bo'lgan. High-tech uslubda bo'lgan darvozamiz ko'rishlari mumkin. Bu darvozamiz o'ta bejirim chiqqan. Bu darvozamizda ham ketgan materiallari ozgina agar e'tibor bersangiz, ozgina o'zgarishi bor. O'sha material ketgan, yondorlarimiz ham bu ham 1,5 stenka, taglarimiz sheveller, listlarimiz ham 1.3 variantli listlar. Hop,
haytdagi uslubda ko'rishlari mumkin. Agar e'tibor berayotgan bo'lsalaring ham bu variantni mana buni joylariga e'tibor bersangiz polni vibraga o'tirgan darvozamiz mana shum bo'lib chiqqan polni vibraga o'tirgizganmiz. Hamma joyda shikolantlari ham hammasi lislarimizdan birinchi varianti. Shu holatda kvadratga keladigan bo'lsak 1 kvadrat metri uni kvadrat metr 640 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, bunga ozgina razlitsa qo'shib qoladi, 670 ming so'mdan qilib beraveramiz, xudo xolasa. 1 kvadrat metr. Qo'shimchasiga mana shu vibraga o'tirganligi hisobiga 670 ming so'mdan dastavka ustanovkasi bilan oddiy bo'ylab xudo xolasa chiroyli qilib beraveramiz. Keyingisi ham o'sha Dubai fason pechat darvozamizni ko'rishlaringiz, ranglari ham boshqasi ham, bu ham o'sha vibraga o'tirgan varianti. Gibrid variant deymiz. Bu joyiga o'sha kapalak fasonnikini, bu joyiga hayteknikini bir-biriga hamohang qilib birlashtirib, xudo xolasa o'ta go'zal variant qilib chiqarilgan, ko'rishlaringiz mumkin gibrid holatda. Bu darvozamiz ham 670 ming so'mdan xudo xolasa aloqachi ko'rasizlar. Xudo xolasa qulay darvozalarimiz bor, xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Keyingisi mana nerjevenkasi bu sariq tillo rangda bo'lgan. Buni ham kvadrati o'sha qo'lni vibraga o'tirgan. Kraskalarga ham e'tibor bersangiz, kraskalar matviy holatda bo'lgan, 1 kvadrat metri bu ham o'sha 670 ming so'mdan. 640 ming so'mdan ham chiqaveradi bez vibra holatda. Misol uchun nerjevenkani o'rniga kraska sepib bering deydigan bo'lsang, u holatda ham qilib beraveramiz. 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan ham to'g'ri kelaveradi. Listlari 1 emas. O'rtacha 1 variant bo'lsa 550 ming so'mdan ham qilib beraveramiz. Darvozani 1 kvadrat metrini 550 ming so'mdan ham qilib beraveramiz. Xudo xolasa aloqachi ko'rasizlar. Hop, keyingi darvozamizga o'tsak. Keyingi darvozamizga o'tadigan bo'lsak, keyingi darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin, bu o'ta ajoyib chiqqan. Merjevegalargacha qo'yib go'zal qilib chiqqanmiz. Shu taraf fason darvozam, bu ham shkafoyli pechat darvoza. Buni ham 1 kvadrat metrini xudo xolasa 670 ming so'mdan dastavka ustanovkalar bilan qilib beraveramiz. Xudo xolasa buni ham materiallar, profillar hammasi 1.3 stenkada bo'lgan, polni vibraga o'tirgan, yondorlarimizdan 1.5 stenkada, taglarida shiveller bo'lgan. Xudo xolasa Zuber zamoylarini ham qo'yib beramiz, xudo xolasa. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingi darvozamizdan ko'rishlaringiz mumkin, o'ta ajoyib chiqqan. Tepa qismlarini skvozno qilganmiz. Bitta e'tibor bersangiz, yaqinroq olib keling, kraskasini ham bitta e'tibor berib qo'ysangiz, kraskalar ham shu may qilib shagram qilib kraska sepilgan. Xudo xolasa kraska ham chotki chiqqan. Rondonlarimiz 8 ga 6, taglarimiz ham mana shiveller holatda отдельный kalitka bo'lgan. Bu darvozamiz ham 1 kvadrat metrini xudo xolasa mash darvozalarimiz ham 640 ming so'mdan chiqarib beraveramiz, xudo xolasa. Dastavka ustanovkasi bilan 640 ming so'mdan chiqarib beraveramiz. Aloqachi ko'rasizlar. Hop, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz 2 qavatli. Hop, ko'pchilik toshka fason deydi, yo'q bo'lmasa soqqoli variant deydi, nom qo'ysa bo'laveradi. Bu darvozamiz yondorlarimiz o'rlik shivellerdan bo'lgan. Hop, orqasi 1.8 variantda, oldiga 1.2 lis bosganmiz, 2 qavatli variantda bo'lgan. Bu darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Hattoki buni 1.5 ga 1.5 to'qima profillarimizdan hammasi 1.5 stenkada bo'lgan, qalamda bo'lgan. Profillarimiz 6 ga 4 profillarimiz hammasi 1.7 stenkada bo'lgan. Darvozamiz 1 kvadrat metrga keladigan bo'lsak, mashq holatda 1 million 100 ming so'mdan xudo xolasa dastavka ustanovkasi bor, aloqachi ko'rasizlar. 1 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. Hop, keyingi fason darvozamizga o'tsak, keyingisi o'sha gitara fason deyiladi. Ko'pchilik pianino deydi, gitara fason deydi. Bu darvozamiz ham ko'rishlaringiz 2 qavatli variantda chiqqan. Darvozamiz 1 kvadrat metri 1 million 300 ming so'mdan O'zbekiston bilan dastavka ustanovkasi bor. Hop, materiallar keladigan bo'lsak, materiallarimiz hammasi qalinda 1.7 stenkadan bo'lgan. Hop, darvozamiz shumkali variantda 1.8 variantda bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. E'tibor bersangiz, darvozaga ancha mehnat qilingan. Aloqachi ko'rasizlar. Bizning manzillarga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz xudo xolasa shu Namangan viloyati 3 tuman Jidagava qishlog'ida joylashgan. Aloqachi ko'rasizlar, xudo xolasa. Keyingisini ham ko'rsatib qo'ying. Obzor qilishim shart emas, xudo xolasa. Bu darvozamiz ham o'sha kvadrati 670 ming so'mlik variantda bo'lgan. Aloqachi ko'rasizlar, xudo xolasa. Do'stlar, hop. Do'stlar, darvozalarimiz albatta yoqqan bo'lsa, bitta like tugmachalarini ayamaysizlar. Bu bizim manzillarga keladigan bo'lsak, yana bir bor aytib o'taman. Biz manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidagava qishlog'ida joylashgan. Kimga shu qanaqa shu darvoza vibr kerak bo'lsa, aloqachi ko'rasa, Telegram, WhatsApp barcha ijtimoiy tarmoqda faolmiz. Xudo xolasa o'zimiz borib o'lchab olamiz, olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. 93 kodi bilan 403 66 nomli raqamiga aloqachi qiling. Albatta o'zim ko'taraman, o'zim olib borib ustanovkalarni qilib beraman. Darvozalarimiz yoqqan bo'lsa, do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bittadan like tugmachalarini ayamanglar.